أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisa suresi 4. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Sana nazil kılıngan Kur'an'a ve senden ilgiri nazil kılıngan kitaplarga iman keltirdik davagan münafıklarını bilmemsen. Ular tağutni inkar kılışqa buyurulgan turup, özlerinin davalarını Allah'ның şer'iyetini taşlap koyup, tağutның hüküm kılışıga sunmakçı boluvatıdı. Şeytan ulanı toğru yoldan qattiq azdırışqa o'rnidi. Ularga nasihat qilib, Allah nazil qilgan kitobga va Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom tarafga kelinglar deyilsa, yolg'ondan iymon etib qo'yib, ko'ngilda kufrni yushirgan munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rasan. Ey payg'ambar, sening oldinga kelib Allohning nomini atab yolg'ondan qasam qilgan holda, biz faqat yaxshilik va yorishni maqsad qilgan edik degan oshu munofiqlarning beshiga qilmishlari tufaylidan biri falokat kelgan chaqda ularning holi qandoq bo'la? Ani shularning dillaridagi munofiqlikdan iborat haqiqatni Alloh obdan biladi. Ey payg'ambar, sen u munofiqlarni qo'yib turg'in, ularni qilmishlarining yomonligidan ogohlantirg'in, ularning diliga ta'sir qilgudek va ularni qilmishlaridan to'sqidek so'zlarni qilgin. Biz barliq payg'ambarlarimizni Allohning irodasi bilan faqat uningga itoat qilinsin debla avatdik. Ey payg'ambar, sana itoat qilmay o'zga zulm qilgan oshu munofiqlar sening hayot vaqtingda oldinga kelib Allohdan mag'firat tilagan bo'lsa, senmi ular uchun mag'firat tilagan bo'lsang, albatta ular Allohning tavbini baq qabul qiluvchi nihoyat mehribon zot ekanligini bilib qoladi. Alloh o'z nomi bilan qasam qilib dediki: Ey payg'ambar, ular o'z orasidagi datalashda sen hayot vaqtingda sana hukm qildirmoqcha, sen olamdan o'tgandan keyin sening sunnatingga murojaat qilib hukm chiqarg'izmoqcha, ondan sening chiqargan hukmingga dillarida qilchi g'um qolmasdan rozi bo'lmoqcha va sana butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Hayotning hamma sohalarida to'liq rozimanlik bilan Allohning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sunnati bo'yicha ish ko'rish haqiqiy iymonning ifodasidir. Agar biz tog'utga hukm qildirmoqchi bo'lgan oshu munofiqlarni o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb buyurgan bo'lsak, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular o'zlariga qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta bu ular uchun yaxshi bo'lgan va iymoni texmi mustahkam bo'lgan bo'ladi. Biz albatta ularga dunyo va oxiratda dargohimizdan katta ajr ato qilgan va ularni to'g'ri yo'lga yetaklagan bo'lardik. Kimki Allohning amriga va Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga itoat qilsa, ana shular katta martabalarga erishadi. Ular jannatda Alloh in'om qilgan payg'ambarlar, e'tiqod, amal va gap so'zida iymoni mukammal bo'lgan rostchil kishilar, Alloh yo'lida shahid bo'lganlar va solih mu'minlar bilan birga bo'ladi. Ular jannatda nima degan yaxshi hamrohlar. Bu fazil karam faqatla Alloh tarafidan bo'ladi. Bandalarning barliq ahvolini va kimning yaxshi amal qilib katta mukofotga loyiq bo'ladiganligini bilishda Allohning ilmi yetarlikdir. Ey mu'minlar, dushmanlaringlarga qarshi to'liq tayyorlik holatida hoshyor va ehtiyotchan bo'lib turinglar. Urushga turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki, oranglarda dushmanga qarshi urushga chiqmaydigan, boshqalarni qasdan urushdan qilib qilishga da'vat qiladiganlar bor. Agar sizlarga biror talofat yetib qolsa, u munofiqlar xushallikdan Alloh meni saqlabdi, har nima bo'lsa men oshu talofatga uchirganlar bilan birga bo'lmabdiman deydi. Agar sizlarga Allohning fazlidan biror zafar ato qilinsa, ular hasratlanib, go'yo sizlar bilan uning o'ttirsida ko'rinishda hech bir do'stlik yo'qdeklar. Kashki menmi oshular bilan birga bo'lgan bo'lsam-chi, albatta menmi nusrat va g'animat jihatdan cho'ng bir muvaffaqiyatga erishayotganman deydi. Şunu dünya menfaatidan voz kechib, oxiratlikni ko'zlaydigan kishilar Alloh yo'lida jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida xolis jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta mukofot ato qilamiz. Ey mu'minlar, sizlar nima uchun Allohning dinini ustunlikka ega qilish yo'lida va ey Rabbimiz, aholisi kufrlik qilib o'zga zulm qilgan va mu'minlarga aziyat yetkazib, ularga haqsizlik qilgan Makka shahridan bizni chiqargin. Öz dargohingdan bizga ishlarimizga ega bo'ladigan
zolimlarga qarshi bizga yordam beradigan bir madadkorni ato qilgin deb duo qilayotgan ojiz ayollar va bolalarni qutqizish yo'lida jihad qilmaysizlar. E'tiqodida va amalida rostchil bo'lgan mu'minlar Allohning dinini va islom ahlini qo'g'dash yo'lida jihad qiladi. Kofirlar bo'lsa tajovuzchilik qilish va yer yuzida buzg'unchilik terish yo'lida urush qiladi. Ey mu'minlar, shaytonni do'st tutib, onunga itoat qilgan kofirlar va mushriklar bilan urush qilinglar. Shaksizki, shaytonning o'z agash kuchilariga planlab bergan hiyla mikrlari ojizdir. Ey payg'ambar, ashu kishilarning qilmishini bilmamsan? Jihadga ruxsat qilinishdan ilgari ularga mushriklarga qarshi urush qilishdan qo'linglarni yig'inglar. Namoz va zakotdan iborat Alloh sizlarga farz qilgan amallarni to'liq o'rindanglar deyilgan. Ammo jihad farz qilinibdi, ularning bir turkumi dushmandan xuddi Allohdan qo'rqqandek, balki uningdan bakra qo'rqib dunyo manfaatini ko'zlaganlikdan, ey Rabbimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Bu farzni bizga yaqin vaqtga qadar kechiktirgan bo'lsang-chu dedi. Ey payg'ambar, ularga aytdingki, dunyoning manfaati ozdir. Allah buyurganni o'rindab, Allah man'iy qilgan ishlardan yiroq turadigan taqvodor kishilar uchun oxirat va uningdagi ne'matlar eng yaxshi va mangulikdir. Oxiratda sizlarning qilchilik yaxshi amalinglar bo'lsa-mu, uning mukofotini ko'rasizlar. Rabbing hech kishiga qilchilik zulm qilmaydi. Sizlar qayerda bo'lsanglar bo'linglar, hatto sizlar urush maydonidan yiroq, mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami, ajlinglar kelsa, o'lim sizlarni albatta topadi. Agar u munofiqlar dunyo manfaatlaridan o'zlarini xo'shal qiladigan bir narsaga erishsa, uni Allohga mansub qilib, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar biroz ziyon zahmatga uchirsa, o'zlarining nodonligidan uni Muhammad alayhisalomga döngab, bu sendan bo'ldi deydi. Ular hamma ish Allohning taqdiri va o'rinlashtirishi bilan bo'ladiganligini bilmaydi. Bu qavmga nima bo'ldi-kin, sening hech bir so'zingni tushunay demaydi. Ey inson, sana kelgan har qanday yaxshilik va ne'mat Allohning fazlidandir. Sana yetgan yomonlik va jafo o'z xatoligingdan va o'z gunohingdandir. Ey payg'ambar, seni biz barliq insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening mas'uliyating ularga Rabbingning dinini yetkazishdir. Sening haq payg'ambar ekanligingga guvohlik bo'lishga Alloh yetarlikdir. Kimki payg'ambar alayhisalomga itoat qilsa va uning ko'rsatgani bo'yicha amal qilsa, u Allohga itoat qilgan va uning amr farmonini o'rindagan bo'ladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishdan bosh tortadigan, ey payg'ambar, bilginki, biz seni itoatdan bosh tortgan ashu osiylarning amallarini kuzatib turguchi va ulardan hisob olguchi qilib avatmadik. Ulardan hisob olish bizning ishimizdir. Itoatdan bosh tortgan ashu munofiqlar payg'ambar alayhisalomning suhbatida bo'lgan chog'larida o'zlarining payg'ambarga itoat qiladiganligini eg'izidan tushirmaydi. Ammo uning majlisidan ayrilgandan keyin ularning orasidagi bir turkum kishilar kechsi yushurun holda payg'ambarga itoat qiladiganligi haqida o'zlari aytgan so'zlarning aksicha razil planlarni tuzdi. Ular Allohning o'zlarining yushurun qilmishlarini ko'rib turadiganligini va o'zlariga tegishli jazosini beradiganligini bilmaydi. Ey payg'ambar, sen ularga parvo qilmagin. Ular sana qilchi ziyon yetkazmaydi. Allohga tayongin. Allah sana yordam qilishga va ega bo'lishga yetarlik tayanchdir. Ular Qur'on va uningga kelgan haqiqatlar ustida fikr yurgizmamdi. Uning Allohdan kelganligiga qilchi shak yo'qligini bilmamdi. Agar Qur'on Allohdan boshqa bir tarafidan kelgan bo'lsa edi, albatta ular uningdan nurg'unlagan zidliklarni topgan bo'ladi. Diliga iymon o'rnashmagan ashu munofiqlarga musulmonlarning omonligi yoki islomning g'alabasiga munosabatlik va yoki ko'ngillarga qo'rqinch soladigan shundoqli yushirishga tegishli bir xabar yetsa, ular u xabarni kishilarning orasida tarqatadi. Agar ular u xabarni payg'ambar alayhisalomga yoki mu'minlar ichidagi ilm ahlilariga ish ustidagilarga ma'lum qilgan bo'lsa, ularning ichidagi tahlil va tadqiq egalari albatta u xabarning haqiqatini bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlarning oranglardagi oz kishilardan boshqalaringlarning hammasi albatta shaytonga ergishib ketadinglar. Ey payg'ambar, Alloh yo'lida, Allohning dinini ustunlikka ega qilish yo'lida jihad qilgin.
Sen boshqalarning qilmishidan javobgar emas. Müminlarni jihad qilishga ilhomlantirgin. Ularni uningga qiziqtirgin. Shunda qilsang, sening va müminlarning sababi bilan Allah kafirlarning yomonligini to'sib qoladi. Allahning kuchi eng zo'rdir. Kafirlarga beradigan jazosi eng qattiqdir.